Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan ajoyib bir loyihani nima qilyapmiz? Shayton 3 va Shayton 4 botlarini sinash uchun mana ChatGPTdan foydalanadigan bo'ldim. Bundan keyin sizlarga hozir ko'rsataman qanday qilib mana shayton nimalarida, grammatik nimalarimizda qanchalik bilimimiz borligini sinab ko'rsatamiz. Xo'p, men sozlamalarni qilib qo'yganman. Xo'p, qaranglar mana Xo'p, mana qaranglar. Bu yerda sozlamalar mana interval o'rnatilgan 5 sekund. Vaqt bor mana 1 minut. Endi tekst maydonni sekin ochaveramiz. Xo'p, tekst maydonni ochamizda buni ham ekranni to'g'rilab qo'yamiz. Bu ham sozlamalarning bir qismi hisoblanadi, oxirigacha yetmay qolgan. Xo'p. Ehtiyot bo'lamiz ana bunday, chunki juda ham unda stabil ishlamaydi Windows o'yinlarida. Bari Windows nom bilan Windows bo'lgandan keyin bu darajada puxta ishlay olmayman men. Aybga bermaysizlar. Xo'p, mana tekst tashlash o'yina tayyor. Mana 3 va 4 shaytonlarga, 4 shaytonning nimasi ham yetadi. 3-shayton shart emas, chunki unda ishi boshqacha uning, unga tekst berilmaydi maxsus. Xo'p. Yani 4-shayton uchun kattaroq tekstlardan olamiz. Mana 100 talik so'zlardan. Xo'p, qani bundoq kopirovat qilamiz. 2 marta kopirovat qilib, bunisiga o'tamizda. Mana. Xo'p, yana ham ko'proq qilamiz desak agar, yana olamizda mana bunisini olamiz yana ko'prog'idan. Xo'p. Buni ham shunday kopirovat qilamizda. Bunisiga tashib ketaveramiz mana. Boshqacha narsa bo'lib qolibdi. Noto'g'ri kopirovat qilgan ko'rinaman. Xo'p, nima bo'lganda ham bo'lmasa bunisidan qilaylik. Mundarija so'zlar ham o'tib ketib qolgan. Xo'p. Mana juda katta tekst bo'ldi. Endi mana shuni biz hozir katta ekran qilishdan avval boshlaymiz. Umumiy qilib kopirovat qilaylik bularni ham. Ikkinchi umumiy qilib GPT ga tashlash esdan chiqqan. Mayli. Ctrl-C ni bossangizlar katta qiladi, kopirovat qiladi. Xo'p, aralash shaklda olganmiz-ku. Endi buni GPT ga kiritib qo'yaylik. Nima qilishdan avval mana orasini bundoq qilamiz. Boshqacha qabul qiladi. Afsuski sun'iy intellekt nimasi chatboti, shuning uchun orasini bundoq kichraytiramizda. Boshqacha formatda tushadi qandaydir. Mana bu original. O'zi tushunsa kerak endi original tekstligini. Original hikoya tekst. Ana endi bu yoqqa o'tamizda. Xo'p. Ana endi Shayton Akbar deb boshlaymiz mana. Xo'p. Boshlandi mana. O'zgarishlar ichida. Qayerda bor mana harflarda katta bo'lish kerak yoki kichik bo'lish kerakligini aniqlaydigan programma. Harakatlar boshlangan. Mana bu joyga D qo'yapti. D Unterricht bo'ladimi? Untersucht yo'q. Bu joyda nima kelmaydi? Zintdan keyin mana student bo'ladi, nuqta bo'lmaydi orada.
Aha. Buni qayerda bu? Ha, xatdan keyin nuqta bo'lmaydi. Xat, Gemax xat musiker. Xo'p, yana nima bor? Har 5 sekundda deganimga orasini nima qilyapti? Bo'lmasa-ku ana vaqt tugadi. Endi kichikroq qilib qo'yamiz yoki buni bitta skrinshot olamiz-da. Hop. Yo. Sal qo'pol bo'ldi. Boshqatdan bunday qilamiz. Ha, mana bo'ldi. Endi to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Ana endi bu skrinshotni GPT ga tashlaymiz. Mana qabul qiladi hozir. To'liq yuklangandan keyin mana shunaqa usulda ishlatsa bo'ladi demoqchiman. Mana tekshirish boshladi. Ancha oldingiday 96% emas meniki endi. Mana 78%, 84% ga tushib ketdi. Mana bildirmasdan, mani qimirlatmasdan nima qilib olgan. O'zgartirib olgan. Men vaqtida yaxshi himoya qila olmadim, afsuski. Nisbatan yomon emas deyapti. Endi eng ko'p ishlash kerak bo'lgan joylar artikellar deyapti. Ya'ni artikellar bilan bog'liq nimalarni men qilmaganligim uchun. Xo'p, bilimlarimni ham nima qilib beryapti? Katta harf bilim 85%, artikel bilimi 60%, 70%, grammatika sezgirligi 80%. Ko'ryapsizlarmi? Sezgirligimizni ham aniqlab beradi. Mana shunaqa testlar sizlarga ham kerak bo'ladi, albatta, chunki erta shraybni yozgan bor ekzaminda, tilkda yoki giyotida. Boshqa ham bor, noto'g'ri yozib qo'ymasligimiz kerak. Noto'g'ri tekstni tuzatishni o'rgansak, o'zimiz to'g'ri yozishni o'rganamiz deb o'ylayman. Nima deysizlar do'stlar? Mana shu Shayton Akbar programmasi, o'zining tekshirib berish programmasi bizga kerakmi? Kerak deydiganlar bo'lsa, kommentariyaga kerak deb yozamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.